Endi mana bunaqada Abduhalil, qo'rqinchli statistika aytaman sizga. Xalqaro so'rov o'tkazilganda, qo'lida diplomi bor, bakalavr tugatgan yoshlarni 40% noto'g'ri yo'nalishda o'qib qo'ydim degan fikrga kelar ekan. Ya'ni imkon berilsa boshqatdan o'qiyman degan. Bu nima degani bilasizmi? Bu degani 1000 ta talaba universitetni bitirayotgan bo'lsa, 400 tasi xato yo'nalish tanlab qo'yinman. Bu mutaxassislikda o'qimasam bo'lar ekan degan xulosaga kelgan. Qo'rqinchli. Bu ham vaqt yo'qotildi degan. Bu kuch yo'qotildi degan. Ya'ni bu raqam qo'rqinchli. Yo'q, bunda ota-onani ham, talabani ham aybi yo'q. 17-18 yoshda biz qaror qabul qilamiz. Bu muhim qaror. Bu hayotimizning keyingi qismini belgilaydigan qaror. Lekin bilasizmi nimalarni hisobga olmaymiz? Qiziqishimizni hisobga olmaymiz, qadriyatimizni hisobga olmaymiz, qobiliyatimizni hisobga olmaymiz. Chunki aksariyat maktab bitiruvchilari bu narsalarni anglab yetmaydi bu qarorni qabul qilayotganda. Nimaga uni deylik, nimada qobiliyatli ekanligini bilmaydi. Uni kasbiy qadriyati nimaligini bilmaydi. Ya'ni u kelajakda mansabdor bo'lish kerakmi? Yoki kelajakda lider bo'lish kerakmi? Yoki kelajakda misol uchun shifokor bo'lish kerakmi? Odamlarga yaxshilik qilish kerakmi? Ya'ni mana shu narsalarni ko'pchilik bilmaydi, anglamaydi. Bugun kasb tanlash to'g'risini aytish kerak, ko'proq pulga qaraymiz, oylik daromadiga qaraymiz. Bu jihatlar ustun keladi. Lekin ertaga bir joyda o'qib, bir kasb egasi bo'lganimizda, bir mansabni, lavozimni egasi bo'lganimizda, keyin tushunib yetamizki, "Yo'q, men xato yo'nalish tanlab qo'ygan ekanman." Shu uchun mana shu xatoni oldini olish uchun MIT Xalqaro universiteti birinchi kursda International Foundation Studies dasturini taklif qiladi. Ya'ni bu xalqaro ta'lim dasturi. Bu nima degani? Birinchi kursni boshlaysiz, birinchi kursda yo'nalish tanlanmaydi, lekin bu 4 yillik bakalavr dasturini birinchi kursi hisoblanadi. An'anaviy universitetlarda bunday dastur yo'qligi uchun ko'pchilik ota-onalar bilmaydi bu narsani. Birinchidan, IFS nima beradi? IFS o'quvchiga universitet hayotiga moslashish imkoniyatini beradi. Akademik bilimlarni sekin-asta o'zlashtirish imkoniyatini beradi. Akademik ko'nikmalarni oladi bola. Undan tashqari qiziqishlarini anglashni boshlaydi. Sohalar bilan tanishadi. Amaliy, ta'limiy tashriflar bo'ladi. Bo'sh ish o'rinlari yarmarkalarda qatnashadi. Kompaniya, brendlarga amaliy, ta'limiy tashriflar bo'ladi. Bo'sh ish o'rinlari yarmarkalarida qatnashadi. Ya'ni kasb bozori, kasb industriyasi, nima yo'nalishlari bor, sohalar bilan tanishadi va undan so'ng 1 yil davomida uni birgina savoli kim bo'lsam ekan?ga javob topadi. Ya'ni mana shu 1 yil davomida u o'zini kasbiy qadriyatlari, yo'nalishlarini tushuna boshlaydi va undan so'ng qaror qabul qiladi. Bu universitetdagi muhit unga mana shu to'g'ri qarorni qabul qilishiga yordam beradi. IFS dasturi universitetdagi muhit hayotidagi eng muhim qarorni to'g'ri qabul qilish imkoniyatini beradi. Mana hayotda eng muhimi nima? Tezkor qaror qabul qilishmi yoki to'g'ri qaror qabul qilishmi? Albatta, to'g'ri qaror qabul qilish. IFS dasturi mana shu to'g'ri qaror qabul qilishimizga yordam beradi. Xalqaro ta'lim dasturi farzandlarimizga to'g'ri kasb tanlashlariga, to'g'ri kasbiy yo'nalish tanlashlariga yordam beradi. Natijada bolalar universitetni bitirayotganda yo universitetga kirib qo'ygandan so'ng undan keyin aytmaydi, bu yo'nalishni xato tanlaman, nimaga bu mutaxassislik tanladim, qobiliyatim boshqa sohada ekan, qiziqishim boshqa sohada ekan degan fikrlar kelib chiqmaydi. Yani 1 yil davomida biz shuni ustida ishlaymiz. Xo'p, nima o'qitiladi degan savol. 1 yil davomida hayot uchun eng kerak bo'ladigan muloqot ko'nikmalari, communication skills ingliz tilida. Ingliz tilida computer design, ya'ni bu birlamchi savodxonlik ko'nikmalari shakllantiriladi. IT ga qiziqish. Bugungi kunni hisobga olgan holda biz bolaga kompyuter o'rgatamiz. Undan qanday qilib unumli foydalanishni o'rgatamiz. Undan so'ng shu bilan birgalikda matematikani o'rgatamiz. Bugun eng katta muammo yoshlarimizda matematikani bilmaslik. Lekin hayotda bizga juda ko'p kerak bo'ladi. Ikkita eng muhim fan bor. Bu ona tili va matematika. Ana shu jihatlarga biz e'tibor qaratamiz. Shu bilan birgalikda turli brendlar, kompaniyalarga tashriflar bo'ladi. Amaliy, ta'limiy tashriflar bo'ladi. Mutaxassislarni chaqiramiz. Bundan tashqari bo'sh ish o'rinlari yarmarkalarida qatnashadi. Talabalarimiz kasb dunyosida nima imkoniyatlar borligi, qaysi ko'nikmalarga talab yuqoriligi, kim qancha ishlab topayotganigacha hamma tasavvurga ega bo'lishadi. Mana undan so'ng qarorni to'g'ri qabul qilishadi. Mana shu bilim, ko'nikmalar ularga to'g'ri qaror qabul qilishlariga yordam beradi. Agar bu to'g'rida ilk marotaba eshitib turgan, o'qiyman yo farzandimni o'qitaman deydigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, raqamlarimizni qoldiramiz. Ular bog'langan holda qabulga yozilishlari va universitet kampusiga kelgan holda o'zim bilan shaxsan bu to'g'rida batafsil muloqot qilishlari mumkin bo'ladi.